Jo'xaja qarang, telefonda kimdir SMS kodini so'rayapti. Qanaqa kod so'rayapti? Qani kim? Alo, eshitaman. Sizga SMS kodi bor, o'shani aytib yuborsangiz, brat. Men senga loqmanmi kod aytadigan? Pulimni yechib olmoqchimisan, ahmoq? Yo'q, qayerda yechib olaman endi? Aytsangiz zo'r bo'lardi-da. Aytmayman, qarochi. So'r bu yoqdan, tushundingmi? Surmaysan, telefonda gaplashyapmiz axir. Bo'pti, qarochi. O'chirib qo'ydim xullas. Ana endi mashinani tezroq tuzatsam, bular meni loqib kartamdagi pulni yechib olmoqchi bo'ladi. Indamasa, bo'ldi, bloklab qo'ydim nomerni. Endi men mashinani sozlash kerak. Obbo, mana shu yerdagi simlari uzilib ketgan. Mana bo'ldi, balonni o'rnatib bo'ldim. Keyin sistemasida bir ikkita narsa, mana bu narsani tak bunaqa qilaman va menimcha chotgan endi ishlasa kerak. Haydab ko'rish kerak albatta. Qani, bismillah. Ana endi yuramikan, menimcha yursa kerak. Polbak benzin bor, normal benzindan bo'lmayapti. Mana bu yoqdagi simni ulamagan ekanman. Bo'ldi shekilli. Ulanmadi-yu. Uzilib obbo, nima bunaqa qilyapti? Menimcha endi ulandi shekilli bo'ldi menimcha. Endi haydab ko'rish kerak. Mana bu yerdagi narsalarni bexda o'zgartirmagan ekanman. Bo'ldi. Endi aniq yursa kerak. Qani, bismillah. Ana yurdi, aytdim, akkala yura. Mana uyga kirib ketdi shekilli. Bo'pti, hozir 1 sekund mashina jonmaya qarasang, chidab tur. Ozgina tegib qo'ygan ekan. Javnaqa vahimali darajada emas, ozgina pastga tushirib qo'ying. Bu yoqqa qo'yayotganim sababi birinchi, mayli, keyin to'g'rilab olaman. Mana bu yerni to'g'rilab olmoqchi edim, o'zimga yama qilib olgandim. Tagiga kirib sozlash uchun o'zi men mashina ustasi bo'lmoqchiman yaqin orada akalar. Orqa tomon bilan olib borsam garajga menimcha zo'r tushsa kerak yoki avval bir sinab ko'rayim ekan mashinani. Farqi yo'q, sinab ko'rsam ham bo'laveradimi, orqa bilan olib borsam ham bo'ladi garajimga. Yo, baribir mashinani sinab ko'rish kerak, qanaqa yurayotganini. Agar muammosi yurayotgan bo'lsa, demak sozlaganman. Demak soppa soz degani bu degani. Javnaqa soppa sozga o'xshamayapti-da. Mayli, hozir bir amallab oraman. Tekislab orayanda uydan kirib belkurayimni olib chiqaman birinchi o'rinda. O'sha belkurayimdan qumlar tozalab musorga tashlab oray. Nima kerak? O'sha o'tgan safar mana shu musorxonani deb ham bitta problemacha bo'lgandi, lekin bor u problemani hal qilib o'rgandim o'shanda. Endi yana shunaqa problemachalar ko'paymasin deyman-da akalar. Problemani ko'pidan kami yaxshi, kamidan yo'g'i yaxshi deydi-yu. Qarashda muammo bo'lmagani vobshe yaxshi degani qisqasiga tushuntiradigan bo'lsam, mana bu yoq tekislab orsam-ku, vobshe juda ham zo'r bo'lib ketadi. 4 dan qayerdan olganman, qayerdandir ortiqcha olib qo'ygan ekanman. Bo'ldi. Ana endi akalar mazza qilib xotinning oldiga chiqib gaplashib o'tiramiz. Yaqinda ota-ona bo'lamiz. O'sha ota-ona bo'lgan videomiz chiqqan bo'lsa ham kerak. Bu video undan oldin olingan, lekin keyin chiqyapti. O'shani inobatga olib oxiriga chiqaraveringlar paka. Xo'p, mana bu yerda bekor yopibman, mashinani olib kelish kerak. Axir mashinamni hali mana ko'chaga tashab kelgandim-ku. Obbo, o'sha ham bormida, problemalarim ko'payib ketdi. Boyagi telefon kodni ayting degan bor. U menimcha hacker bo'lsa kerak. Hozir hammani kartasidan pulini yechib olyapti bilayotgan bo'lsanglar. Menga ham o'shanaqasidan telefon qildi shekilli. Javnaqa kartamda pul yo'q edi. Hamma pul bankdagi hisob raqamimda. Chunki kartada saqlagandan ko'ra bankda saqlaganim menga qulayroq. Hozir shunaqa telefon qilsa liboy bitta sen jinnimisan, mashina o'rtasida o'tib ketib. Kartada saqlagandan ko'ra bank hisobida saqlaganim anchagina qulayda akalar, chunki bank hisob raqamida xavfsiz turadi. Men qara, sen mashinamga qarab tur, hozir kelaman. Uzoqqa bormayman, borib xotinimga aytaman, qarochi hamma ish tugatib bo'ldi, men dam olaylik, ovqat qilmayman. Xotin, nima gap? Ovqat qilsang bo'lmaydimi? Odam vashcha och qolib ketdi bor-ku. Uyda ro'zg'orda narsa qolmagan, do'kondan bor bir ikki narsa olib keling. Bo'pti, olib kelaman. Faqat naqd pul qolmabdi, bor bankdan pullarimni olib olayin, olib kelaman. Bo'ptimi, xotin, sen uyda o'tirib tur. Xo'sh, asta-asta bankka qarab yo'l olayinchi. Bankda bank hisobimda pul bor dedim-ku boya akalar. O'sha pulni hozir kartamga tashlatmayman. Birato'la naqd pul olganim yaxshi, chunki kartada tursa, yaramas hakkerlar vobshe nimadir problema qilib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak, brat. Turishni qaranglar. Va brat, assalom, qalaysiz? Alaykum, yaxshi. Va assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Qalaysiz, yaxshimisan? Yaxshi, o'zim yaxshimisiz? Bo'ladi, nima gap? Qarochi pul kerak edi, bank hisob raqamini yechmoqchi edim. Hozir ko'raychi. Seni bank hisob raqaming muzlatilgan-ku. Qanaqasiga muzlatiladi? Jinni bo'lib qolganmisiz? Men muzlating demaganman-ku sizga. Bilmadim, muzlatilgan ko'rsatyapti notebookda. Notebookdan ko'rmang, bo'lmasa telefondan ko'ring. Tentaymisan, telefonda bizning bazamiz yo'q. Kompyuterdagi bazada seni hisob raqaming muzlagan ko'rsatyapti. Tushunyapsam, kimdir buzib kirgan. Qayoqqa buzib kiradi? Mendan so'ramasdan yoki sizdan so'ramasdan.
Bilmayman, janob merdan so'ra. Janob mer qayerdan bilsin? Politsiyaga aytish kerak albatta. Chunki janob merga nisbatan politsiyachilar tizimni yaxshi tushunadi. Chunki ularda anchagina opit bo'ladi. Ular o'qigan. Janob mer endi o'qiganmi, o'qimagan bilmayman. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Qalaysan, jo'xa tinchmisan? Bo'ladi, rahmat. Qarang, meni bank hisob raqami nimadir muzlatilibdi. Shuni tekshirib bering-da, ochib bering iloji bo'lsa. Hozir mana. Tak, buni men bilmadim to'g'risi. Ochishda buni problema bo'lishi mumkin. Janob merga aytib ko'rchi. Janob mer qayerdan bilasiz deb sizga olib kelibman. Men bilmayman, kimdir hisob raqamiga buzib kirganda muzlatgan. Bo'pti. Yaramas, ana hacker kirgan bo'lmasinda nima bo'lsa ham. Agar hacker buzib kirgan bo'lsa, bormi akalar? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Pullarimni yechib olib ketgan bo'lsa-chi? Janob mer oynasini nima sindirib qo'ydi? Tushunmadim yoki ochib qo'ygan bo'lsa. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Bu yerda nimaga ochdingiz? Shamol kirsin dedim, nima gap? Xullas, meni bank hisob raqamni kimdir muzlatibdi, onasini emsin. Nima qilay men shunga? O'shani ochib berishga yordam bering, kim qilganini aniqlash kerak. Men qayerdan bilaman, uni bankdan so'rab borib. Bank bilmaymiz deyapti. Unda bilmasam men ham. Bu qanaqasiga muzlaydi? To'xtanglar, menda bitta reja bor. Cho'tam qishloqqa hacker kelgan bo'lsa, bankka kirib muzlatgan. Lekin bankka qanday kiradi qizig'i? Bankka kiritilmaydi. Hozir xotinimdan so'ray, balki xotinim borib muzlatib kelgandir. Xotin, bank hisobimizni muzlatmaganmiding? Yo'q, muzlatib nima qilaman? Jinnimami muzlatib? O'zingiz bilsangiz kerak edi. Men bilmayman. Men bormasam men ko'chaga o'zida as chiqmayman. Bo'pti. Bo'lmasa hozir borib aniqlashga harakat qilaman. Lekin nima bo'ldi ekan? Qanaqasiga kim muzlatgan? Bank bilmasa, mer bilmasa, uchastkovoy bilmasa, kim biladi? Borib, hatto konchidan so'ramasam kerak, konchi bilmasa kerak yoki kim bilishi mumkin yana? Qishlog'imizda o'zi shular bor, sotuvchilar, do'konchi, kompyuterchilar, kompyuterchidan so'rash mumkin. Kompyuterchi chunki kompyuterlar yaxshi tushunadi. Balki o'sha bank bazasiga kirib turib aniqlashi mumkindir, lekin hakkerchalik bilishmaydi-da. Bo'sh hakkerlar ish qilib bank hisobimni muzlatgan bo'lmasin-da, chunki juda ham ko'p pulim bor. Hammasi muzlagan bo'lsa taptala. Mayli, hozir aniqlashtirib olaman. Mana qorovuldan so'ray, qishlog'imizga agar begona odam kirgan bo'lsa biladi-da. Assalomu alaykum brat, yaxshimisiz? Va alaykum rahmat, o'zing qalaysan? Bo'ladi. Qishlog'imizga begona odam kirmaganmidi? Qanaqa begona odam? Hech kim kirgani yo'q. Men bu yerda turibman. Aniqmi? 100% kirgani yo'q. Ana uchib yurgan kim? Qaysi? Mana, ko'rmayapsizmi? Qalaysan yigitcha? Mana ko'ryapsizmi? Ko'rinmayapti-ku. Tushunmadim. To'xta, men qara, kimsan sen? Men hakkerman. Men tanimadingmi? Men senga telefon qilgandim. Yo'q, qanday uchyapsan? Menda kreativ modi. Uxti, zo'r-ku, qayerdan olding kreativni? Tentay, men hakkerman deyapman, tushunyapsanmi? Osmonda yuguryapsanmi? Chopayapman, ko'rmayapsanmi? Rostdan zo'r. Aytgancha nima desa, men bank hisob raqamini muzlatding. O'zim bilaman nima qilishdi. Ochib ber iltimos. Meni aytganimni qilsang ochib beraman. Jetelar meni ko'ra olmaydi, boshqasi ham. Men hech kimga ko'rinmayman, tushunyapsanmi? Jetel orqangdagini ko'ryapsanmi? Nimani orqamda hech narsa yo'q-ku. Rostdan ham ko'ra olmas ekan. Ochib ber bank hisob raqamini, tushunyapsanmi? Yo'q, ochib bermayman. Nimaga ochmaysan? Bankka qanday kirding, men tushunmayapman. Yoki ko'rsataman sen qanday kirganimni, qarab tur. Menda kreativ deyapman, sen tushunyapsanmi axir? Manaka kirish, tushunyapsanmi? Ko'ryapsanmi? Men hakkerman, bekorga hakker emasman men. Bu devolda o'rtasi qaytib chiqdi. Yerga ham kirib ketding. Menga qara, bu yerdan o'tib bo'lmaydi-ku, qaytib o'tib chiqayapsan. Menga qara, bank hisob raqamini ochib ber menga. Yo'q, menga aytganimni qilsang ochib berishim mumkin. Qanaqa aytganing? Xullas, kechga men senga SMS jo'nataman. O'sha joyga borasan, va narsalarni olib menga baza qurib berasan uyingni tagidan. Men senga esa bir necha daqiqa davomida kreativ modi beraman hamda keyin esa bank hisob raqamingni ochaman. Mayli, roziman. Bank hisobim ochilsa, qayoqqa yo'q bo'ldi. Bank hisobim ochilsa bo'ldi akalar, chunki u yerdagi pul juda ham ko'p pullar. Mayli, uyga borayinchi, SMS yuborgandan keyin aytgan joyiga boraman. Ish qilib nima bo'lsa ham pullarim ochilsin, chunki xotin aytgan narsalar olib bormasam xotin keyin urush qilishi mumkin uyga borgandan keyin. Yo'q, urush qilishi mayli, hech narsa emas. Xafa bo'ladi. Och qolsak yomon, yaqinda ota-ona bo'lamiz. O'sha SMS ham kelibdi. O'rmon tomonni ko'rsatgan ekan. O'rmonga borishim kerak men. Endi mayli, o'rmonga borish problema emas-ku men uchun. Mashinamni uyda qoldirib ketaman, chunki mashina bilan o'rmonda yurish anchagina qiyin. Ozgina qolibdi deyishgan. Menimcha cho'tkib parkovka qilib qo'ydim. Ko'rsatilgan manzilga qo'limda asbob uskunalardan borishim kerak. Menimcha topor, kirka va belkurrak uchalasi yetsa kerak. Kreativ beradigan bo'lsa menga bularni keragi umuman bo'lmaydi, lekin baribir olib olganim yaxshimi deb o'ylab qoldim. Manzil qayerda ko'rsatilgan? Mana bu tomonda ekan.
Xo'p, asta boraman, asta va yana asta. Tushunmadim. Bu yerda qanaqadir narsa bor ekan. Menimcha shu bo'lsa kerak. Bolakay deb yozgan. Nimaga bolakay? Hayronman. Mayli ochib ko'rish kerak bolakay. Mayli. Nima bu narsalar? Da bu 100% hakkerning narsalari. Chunki hakkerlar mana shunaqa narsalardan foydalanadi. Uyingni tagiga baza qurib ber deydi menga. Men qachon kreativga o'taman? Shuni menga tushuntirib yuborsa juda ham zo'r ish bo'lardi. Menimcha o'zidan o'zi kreativ bersa kerak, lekin o'zidan o'zi qanday kreativ beradi? Bo'pti, hozir ko'raman. Kreativ ber, hoy. Tak telefon qilay. Alo, hacker kreativ ber. O'sha kreativdasan. Aha, bo'ldi, rostdan ham kreativdaman. Endi esa qurilishni boshlayman. Xotinim meni ko'rib Spider-Manmisiz deb o'ylayotgan bo'lsa kerak. Xotin, men Spider-Man emasman, meni ko'rayotgan bu xotinim meni ko'rmasin, realni. Balki xotinim qo'rqqandan nimadir bo'lib qolishi mumkin. Keyin bolalarimizga nimadir bo'lib qolsa, dabdala o'shaning uchun uzoqroqdan uchib o'tayin. Astan endi yerga tushib, baza qurishni boshlayman. Akalar, umrimda birinchi marta kreativdaman uje. Nima qilsam ekan o'rmonda, hamma yoq chiroyli qishlog'imiz atrofi. Rostdan ham qaranglar, mana yoq go'zalligini, hamma narsani olsam bo'ladi. Bu yerda mashinalar, qurollar, menga bu narsalar lekin to'g'risini aytsam kerak yo'q. Bizga shunchaki tinchlik va baxt kerak, boshqa hech narsa kerak emas. Xo'p, endi hacker aytgan bazani qurishni boshlayman. Menimcha juda ham ko'p vaqt ketsa kerak baza qurishga. Mana shu yerdan boshlayman, pastga qazib bo'ldi. Ana endi mana bu yerni katta qilib ochib chiqish kerak, tep-tekis qilib. Keyin esa binoni tashqi fasonini quraman va mana bu yerga kameralar o'rnatish kerak. Bu narsalar bilmayman nima keragi bor. Mana ularni esa kamera monitorga ulash kerak. Endi esa ko'raman va jo'xa qalaysan jigar o'zim mana. Yana nima qoldi? Menimcha hammasi mana yoqdagi narsalar qolib ketgan axir. Mana bu narsa adashmasam safe bo'lsa kerak. Bunga kod 1 2 3 4. Buni kodini unga aytmasam ham o'zi biladi, chunki u hacker-ku. Unga aytmasam ham o'zi bitta topib oladi. Beri kerak emas, buni yopaman. Xo'sh, ana endi esa xo'p, nima qoldi menda? Eshik. Mana bu eshikni qayerga qo'yaman qizig'i? Mana bu narsalarni pakashda inventarda olib turaman. Chunki inventarni tozalab yormasak bo'lmaydi. Bu narsalar hammasi kerak emas narsalar. Bular ham kerak emas. Lekin bular taxlab qo'ymasam, menimcha qiynov. Bo'ldi. Mana bu narsalar menga kerakli narsalar ekan, to'g'ri. Survivalga qaytarib qo'ydimi? Rostdan ham survivalga qaytarib qo'ydi. Obbo, qanday chiqib ketaman endi bu yerdan? Eshik bor, aytgancha yo'l qilib kelganman-ku, bu yerga qo'yaman buni. Bo'ldi, endi chiqib ketaman va hakkerga aytaman. Meni bank hisobimni muzatganingda ochib qo'y deyman. Obbo, men bu yerda yopib kelganim esimdan chiqibdi-ku. Ochish problema emas u. Xo'p, asta chiqaman, buni yopib ustiga blokni qo'yaman. Menimcha hech kim bilmasa kerak bundan keyin. Hacker qani? Hacker ochdimikan? Endi aniqlash kerak, ochganmi yo'qmi shuni. Hozir esa xotinimdan so'ray. Xotin, menga qara, yangi kompyuter olib keldim, o'ynaysanmi? Yo'q, o'ynamayman. Aytgancha cho'g' hakkas boy uchib yurganmidingiz? Yo ko'zimga ko'rindimi? Ko'zingga ko'ringan, men qayerdan uchaman, uchishni bilmayman-ku xotin. Bo'pti, mazza qilib gaplashamiz endi.